Hammaga assalomu alaykum. Qiziq bir mavzu haqida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Sevgi haqida. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatganmiz. Nima uchun sevishingni bilmasang, bu haqiqiy sevgi deb aytadilar. Men bu fikrga 100% qarshiman. Nima uchun sevayotganingni bilishing bu haqiqiy sevgidir. Inson zoti shunday yaratilgan, ya'ni chiroyga oshiq, ya'ni chiroyli narsalarni yaxshi ko'radigan, tabiati chiroyli narsalarni sevadigan, yoqtiradigan qilib yaratilgan. Bunga dalil, misol keltirish mumkin. Tarixdan ko'pchilik biladi Yusuf alayhissalom qissasini. Yusuf alayhissalom qissasida Zulayho Yusuf alayhissalomni sevib qoladi. Ya'ni Yusuf alayhissalom juda ham chiroyli yaratilgan bo'ladi. Adashmayotgan bo'lsam, yer yuzining yarim, ya'ni yer yuziga berilgan barcha insonlarga, tabiatga, chiroyli narsalarga, chiroyli o'simliklarga, chiroyli hayvonlarga berilgan go'zallikni yarmi Yusuf alayhissalomga berilgan, ya'ni Alloh shuni yaratgan, Yusuf alayhissalomni shunday chiroyli qilib yaratgan deb aytiladi. Ya'ni juda ham chiroyli bo'ladi Yusuf alayhissalom. Shu darajada chiroyli bo'lganidan Zulayho va uning yonida o'tirgan bir necha ayollar pichoq ishlatib o'tirgan vaqti Zulayho Yusuf alayhissalomni chaqiradi. Shu chaqirgan vaqti kirib kelgan vaqti ko'pchilik ayollar Yusuf alayhissalomning chiroyliligidan qo'lidagi pichoqni borligini ham esdan chiqarib, qo'llarini kesish darajasiga boradilar. Ya'ni shu darajada hayratda qoladilar chiroydan. Va shu Zulayho Yusuf alayhissalomga bo'lgan muhabbati, chin sevgisi uchun Yusuf alayhissalomni 30 yil kutadi. Yana bir buyuk dalil, jannatiylara jannatdagi beriladigan ne'matlardan tashqari eng buyuk ne'mat Allohning yuz jamolini ko'rish ne'mat ekan. Ya'ni Allohning shu darajada chiroyli yuzini ko'rish jannat va jannat ichidagi barcha huzur, halovat, chiroyli narsalardan ham yaxshi ekan. Dalillar, misollar keltirsak juda ko'p, lekin haqiqiy tarixdan, hozirgi buyuk dalillardan bir nechasini keltirdim. Ya'ni noto'g'ri fikrda bo'lmaslik kerak. Barcha chin muhabbatning ortida go'zallik, chiroy yotadi. Ya'ni kimdir chiroyli xulqini, kimdir chiroyli yuzini, kimdir chiroyli iymonini, o'zini shu darajada bir oq ko'ngilligini oshiq bo'ladi. Ya'ni chin muhabbat ortida go'zallik yotadi. Ya'ni hamma nima uchun sevishini bilishi bu chin muhabbat deb aytiladi menimcha. Bu mening fikrim. Chin muhabbat ortida 100% ruhimiz turadi. Ya'ni ruhning roli 100% bo'ladi, o'rni. Nafs esa nafsni roli qanchalik bo'ladi bilmayman, lekin ruhni o'rni 100% bo'ladi. Chin muhabbat chiroyli kalitga o'xshatiladi. Ya'ni o'zim fikrim, kalitni tishlar bo'ladi albatta. O'sha tishlar nimalardan iborat? Chiroyli xulq, chiroyli iymon, chiroyli e'tibor, chiroyli hurmat, chiroyli ishonch, chiroyli hammasini ortida shu chiroyli yaxshi xislatlar bilan mujassam bo'ladi va shu kalit o'sha chiroyli xislatlarni o'zida mujassam qilib yurak eshiklarini ochadi. Ya'ni haqiqiy chin muhabbat chiroyli xislatlardan tarkib topadi. Chin muhabbat shaxs va narsalarga qarab bo'linadi. Masalan, ota-onaga muhabbat, oilaga muhabbat, yaratganga muhabbat yoki o'zingizda bo'lgan narsa, buyumlarga bo'lgan muhabbat. Chin muhabbatni rost yo yolg'onligini qanday bilsa bo'ladi? Masalan, oddiy misol, yaratganga shunday aytganlarni qilish, ya'ni ibodat qilish va o'sha ibodatlar evaziga sizga kerak bo'lgan mansabmi, boylikmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar ibodat orqali uni kutmaslik, ya'ni xolis ibodat qilish orqali menimcha yaratganga nisbatan shunday chin muhabbat bildiriladi. Ota-onaga muhabbat qanday chin muhabbat? Ota-onaning aytganini qilish, hurmat qilish, ikki dunyo baxtli bo'lishligi uchun harakat bilan, duo bilan harakat qilish. Oilaga ham shunday, masalan, do'st, birodar, qarindoshlarga, masalan, tanishlarga bo'lgan chin muhabbat ham ikki dunyo baxtli bo'lishi uchun qo'ldan kelgancha yordam berish, hech bo'lmasa haqqiga chiroyli duo qilib qo'yish bilan bo'ladi menimcha. Yana bir misol, narsa buyumga nisbatan muhabbat. Masalan, deylik sizda velosiped bor.
velosiped shuncha foydalanganingizdan keyin eskirdi. Bu endi eskirdi, yangisini sotib olish kerak, bu yaramaydi deb tashlab qo'yish yoki uloqtirish bu ham chin muhabbatga kirmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Narsagami, shaxsgami shunday bir kamchiliklarni ko'rgan holda uni unutish yoki uloqtirish bu chin muhabbatga kirmaydi. O'shanday bir kamchiliklarni ko'rgan holda uni uloqtirmasdan, masalan, harakatlar bilan yoki duo bilan narsaga nisbatan, masalan, velosipedgami yo bir buyumlarga nisbatan unga chiroyli shakl berish bilan chin muhabbat izhor qilinadi. O'sha siz yaxshi ko'rayotgan shaxslarga nisbatan ularning hamisha baxtli bo'lishini istayotganingiz, uni ortidan unga zarar kelmaydigan bo'lsa, bu haqiqiy chin muhabbat bo'ladi. Ya'ni chin muhabbatning isboti bo'ladi. Chin muhabbatingiz agar sizni gunoh, buzuqlikka yo u insonni baxtini kesishga qaratilgan bo'lsa, bu chin muhabbat bo'lmaydi. Shuning uchun ham yaqin do'stingizmi yoki aka-ukangizmi yoki yaxshi ko'rgan insoningizmi unda qandaydir bir xislatlarni ko'rib, yomonlikni ko'rib undan kechib ketish bu yaxshi emas. Ya'ni uni tuzatishga harakat qilish kerak yoki bo'lmasa uni haqqiga duo qilish kerak. Eng muhimi kechmaslik kerak, uni bor kamchiliklarini tuzatishga harakat qilish kerak. Narsa buyumga ham shunday. Uni eskirdi deb uloqtirish kerak emas. Shakl berish kerak, qaytadan yangilash kerak, mehr berish kerak. Chin muhabbatni ma'nosi shu deb o'ylayman.